Oyuncuqni tuzib bo'g'lay, ozliq qilib edi. Hey, nima ish qilyapti? Dengizdan qattiq g'azikaga o'xshaydi. Ha, shundaqmidi? Yaxshi Ne? Yolg'on aytishga bo'lmaydi. Buni jazman obdan tekshirish kerak. Xatolashibmi? Buningdagi sabab dengiz ostidagi yer ko'pishib berib, quruqlikning ostiga o'tadi. Natijada quruqlik siqilishga bardoshlik bermay qattiq silkindi. Buningdan tabrash hosil bo'ladi. Bu denizdan qaraganda dengiz osti harakatlanib turdi ekanda. Dengiz ostida emas, quruqlikni harakatlanib turadi. Rostmi? Nima? Ishqinglar quruqlikning harakatlanib turganligini texi bilmaydigan o'xshamamsizlar. Men bilmay. Emis qani deb aytmoqchi? Buningda 70 necha yil ilgari Wegener ismli bir odam quruqlik yetkildi degan mashhur ta'limotni tunji qitim o'tirib qo'ygan. Mening gapim to'g'rimi? To'g'ri. Quruqlik Rossiya yetkilib turandi. Bu gap odamning zati shengiz kelmaydi. Sizlar chapma o'yinchi o'ynayotmansanglar, Wegenerning ta'limoti dalmish do'lini tushundirdi. Bu chapma o'yinchi o'xshamda. Qani biz dunyo xaritasini ko'rib boqaylik. Haras bu xarita bo'lmaydi. Chunki bu yaponiyaliklar ishlatadigan xarita. Mana bu Amerika, Yevropa qit'asidagilar ishlatadigan xarita. Buningda Atlantik okean markaz qilingan. Uningda nimani bayqadinglar? Ishimni. Yaqinlash, jiplash. Endi bilgansizlar? Bu chapma o'yinchiga o'xshash ekan-ku. Wegener bu ishga quruqlik qadimgi zamonda bir-birisiga tutash bo'lib, keyin ayrilib ketgan bo'lsa kerak deb qaraydi. Qoltis odamga. Bu yilqi olim Alfred Wegener. U 1880-yili Germaniyaning Berlin shahrida tug'ilgan. Uning dadasi Berlin diniy jamiyatida pop edi. Quruqlik yetkelmekte. Bulamedi peşimde kıyıp gitti. Wegener Hamburg daşıyısının havarayı kesbiga o'qishga kirgandan keyin doim shar bilan osmonga chiqib, bulut qaplamidagi fizikal hodislarni va yuqori bo'shliqning havarayini tadqiq qiladi. Voy, bulamadim. Voy, tushkedi. Men tushulay. 1906-yili 4-oyda Astrofi Wegenerlar shar bilan havo bo'shlig'ida 53 soat turib, dunyo bo'yicha rekord yaratdi. O yana 1906-yili Daniya tashkillagan Grenlandiyani qidirib tekshirish atritiga qatnashdi. Bu atrat Grenlandiya orolining xaritasini chizishni maqsad qilgan edi. Shunga ular havo rayi, astronomiya, o'simlik, zoologiya, geologiya va ko'chma ilmi qatorliq jihatlarda tekshirish ilib bordi. Xaritaga ilish vazifasini Jonli Kox ustiga olgan edi. Atratda yana olimlar va rassomlar bor edi. Tabiat sirini ichish uchun o'ta qizg'inlik bilan muzliq makoniga kelgan bu kishilarga odamning haqiqatan oprin o'qig'isi keladi. Tabiatning son-sanoqsiz siri texi ochilmadi. Notonish hodisalar qadamni bir uchrab turdi. Men tabiatning sirlarini tepish va uni echish uchun tagaklik bilan doim tayyor turaman. Şöyle küçük gitti, çatak oldu. Qo'rqinchoqlar ancha-muncha kitob o'qib qo'yib, bema'ni nazariyalarni e'lon qilish bilan Alloh qanoatlanadi. Wegener efendi, chaqanroq uyga qaytib olaylik. Yo'q, gapni qilma. Biz taxi yangilik keldik. Oz deganda yana 2 yil ishlaymiz. İşkisi? Ben işlemeyim. Yani 2 yıl dursam cezmen to'ng'ab qolaman. Ko'zni yumib ochqicha oradan 2 yil o'tib ketdi. Wegener mo'l tadqiqot natijalarini ilib qaytib keldi. Mana bu Kopenhagen porti. Bu yerda Wegenerni Germaniyalik dengiz okean havo rayi olimi professor Kepun kutib oldi. Wegener, bu mening qizim Elsa bo'ladi. Ha? Keyin Elsa bilan Wegener to'y qiladi. Sevimlik Elsa. Anlasam Grenlandiyadagi tadqiqotim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni Tashoning professorligi ko'rsatdi.
siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Qaraganda bu tasodif uchirish emaskanda. O bir nimani bayqidi bo'lg'ay. Suyimlik Elsa. Men texi uni tadqiqot maqolasi yozayotgan o'xshaydi debdimi? Elsa, erinmasdan dunyo xaritasi qarsangiz shuni ko'rsiz. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'og'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'og'i bir-birisiga ajoyib jipsilishib ketgan. Burun ular tutash edi. Men sizga xaritaga o'ptara qarab beqing. Mening deganlarim to'g'rimi? Hozirdan boshlab tadqiqotimni mush qiyosini isbotlashga qaratiman. Butun zehnim bilan ishlayman. Bunda qilishga men qarshi. Nemishqa? Veganer Janubiy Amerika qit'asi bilan Afrika qit'asi qadimgi zamon tutash edi desa, nemishqa bo'lmaydi? Bu o'z kasbini tashlaganlik. O'z kasbini tashlaganlik? Shundaq. Wegener butun zehni bilan havoray ilmini tadqiq qilish kerak. Bu yerda tadqiq qiladigan yana bir muncha masalalar bor. Mana bu uning qilishiga tegishli kasb. Agar shunda qilmaydi ekan, professor bo'laman deb ham xiyol qilmasin. Bu nima deganingiz? Uning qiyosi qiziqarliqda qilgan bilan u quruq xiyolga berilganlik. Dada. Nima deydigansiz endi? Mening gapimni anglab baqsangizchi. Ammo Wegener quruq xayol deb qaralgan tadqiqotni redlab e'lon qildi. Bu yer geologiya ilmiy jamiyatining muzokara maydoni. Men kirib Wegenerni ko'rib chiqay. Bu to'limi bir ma'ni nazariya. Siz yer sharining paydo bo'lishini chatma o'yinchiq orqali tushuntirmoqchimi? O chatma o'yinchiq o'xshab ketadi. Lekin Bo'ldilar. Neytik ishlar etilog'icha, yaxshisi o'z kasbingiz bilan shug'ullaning. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'og'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'og'i nayt jibislashib kelgan bilan Amerika qit'asining o'rta qismi bilan Yevropa qit'asining orlig'ida necha ming kilometr orliq bor. Ha, Wegener. Siz o'zingizga foydali qismini o'ttirib qo'yib, foydasiz qismidan o'zingizni qochirdingiz. To'g'ri, shunda, to'g'ri. Yo'qlang ishlarni qilmay o'zingizni havoray ilmingizni tadqiq qiling. Siz to'liq qarshiliq qilmay havoray ilmingizni tadqiq qilavering. Bu ishingizga menmi qarshi, Wegener. Siz butun zehningizni havoray ilmi qarting. Yana nurg'un masalalar sizning tadqiq qilishingizni kutib turadi. Agar ko'pchilikning nasihatini anglamasangiz, hargiz professor bo'lamaysiz. Anlasam, tadqiqot natijalarim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni dashuni professorlikka ko'rsatdi. Agar shunday bo'lsa, siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Men qat'iy qarshi. Men buningga qat'iy qarshi. Wegener meningcha to'xtatib qo'ysangiz bo'ladigan o'xshaydi. Yo'q, ular chatma o'yinchiq o'xshating deb nasr qis qilaversin. Men bu sirni cho'qim ochaman. Tadqiqot usuliga kelsam, bu faqat birla. Ya'ni haqiqatni izlash. Men bu mening irodam. Haqiqatni izlash? Sizlarga aytsam, Wegener ana shu irodasi bo'yicha quruqliq yutganlikda nomli bir ilmiy maqola yozdi. Hozir Janubiy qutbda bir muzliqni ko'ygili bo'ladi. Buningdan 300 million yil ilgari bu muzliqning izlari ekvatorgacha so'zilib kelgan. U yer issiq tursa, u nerdan kelgan muzliq? Wegenerning qarashicha u muzliq asli ekvatorning yendagi muzliq emas. Agar quruqlikni Janubiy qutb atrofiga yig'sak, muzliqning izlari bir-birisiga tutishadi. Buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, bu quruqliklar ilgari Janubiy qutbning atrofida bo'lgan. Bu tutash quruqlik deb ataladi. Mana bu 200 million yil ilgariki ish. Keyin u quruqlik yerilgan.
Mana bu buningdan 180 million yil ilgirgi yer shari. Dinozavrlar ko'paygan dastlabki mezgilda buningdan 135 million yil ilgirgi yer sharida ottoparaz noit ko'payib ketgan. Buningdan 65 million yil ilgirgi yer sharida sut emgichi hayvonlar ko'payishga boshlagan. Bu Hindiston quruqligining o'zgarishiga diqqat qilinglar. U janubiy qutbdan ajrab shimolga qarab yetkalgan hamda Osiyo quruqligiga berib tiralgan. Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining yer posti Yevropa Osiyo quruqligiga qattiq so'qilish natijasida Yevropa Osiyo quruqligining yer postini tuzib etgandan tashqari, uning qattiq qismiga Yevropa Osiyo quruqligining ostiga kirib ketgan. Buningdan tashqari Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining shimolidagi yer usti tosh qatlamlarida ta'tir uzilmalar paydo bo'lgan. Hamda mushu uzilmalar bo'ylab Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining yer usti tosh qatlamlarimi Yevropa Osiyo cho'ng quruqligining yer ustiga chiqib ketgan. Himalaya tog'lari ana shunda hosil bo'lgan. Himalaya tog'lari aslida dengiz ostida edi. その山頂近くから貝の化石が発見されたことによって証明されています。こうして現在の地球になったというわけ。36億の人類が地球上にひしめき合っているわ。大陸が離れていったという説は生物の生息分布を見ても証明されます。この同じ種類のミミズですが大西洋の両岸から見つかっています。またある種のカタツムリはヨーロッパ西部と北アメリカの北部でしか見ることはできません。皆さん、ミミズやカタツムリが何千キロも海を泳いでいけますか？橋がかかっていたんじゃないのかね。あなたはそれを信じますか？え？大西洋に橋なんか架けられるわけないじゃないの。アメリカ大陸とアフリカ大陸の間にアトランティス大陸があったという説だってあるじゃないか。アトランティス？それはギリシャの哲学者プラトンが書き残していったものでしょう。1万2000年前突如として大爆発が起こり一夜にして海の底に沈んでしまった幻の大陸とね。へえ。しかし大西洋の底に大陸が沈んだという証拠は今のところ何一つありません。何？証拠がない。他にもこういう事実があります。マダガスカル島とインドとは海を隔てて3000キロ離れています。ところがマダガスカル島にもインドにもレムールというキツネザルが生息しています。キツネザルは泳げません。あなたはそこにも橋を架けようというのですか？それは彼らは2億年もの昔やがて何千キロも離れ離れになってしまうことも知らずに昔のパンゲイア大陸で自由気ままに生活をしていたのです。それじゃ君は大陸を引き裂いていったエネルギーは一体何だったと説明するんだね。まさか波に乗って木の葉のように流されていったというんじゃあるまい。バカなおとぎ話じゃあるまいし。地球には上下に引っ張るエネルギーがあります。上下に引っ張るエネルギーがあるなら左右に引っ張るエネルギーがあってもおかしくないでしょう。バカバカしい話にならんよ。まったくだ。ほらもういい加減にしてもらいたいな。さあ行こう行こうバカバカしい。ケッペン先生の不安は的中したんです。気象学者としてのウェゲナーさんは認められたんですが、大陸移動説についてはほら吹き呼ばわりされて、そんなものに大学教授のポストは与えられないということになったの。いい加減なことを言うんじゃない。ウェゲナーさんは一生懸命大陸移動説を裏付ける証拠を探したの。でも大陸が動いたという証拠はつかめても、大陸を動かした力は何なのか、その力の出所を探さなければ人々を納得させることはできないの。こんにちは、ウィゲナーさん。エルゼ。おやおや、新しい発見をしたという人が何という顔をしているの？あなたはダーウィンに匹敵する発想をしたのよ。ダーウィンだなんてオーバーだな。私が言ったんじゃないわ。これはパパが言ったのよ。
先生が？ベゲナーは気象学を捨てて大陸移動説を研究すれば必ずその謎を解き明かすだろうって。でも気象学は決して捨てるべきではないって。あなたを失うことは気象学会でも大きな損失なんですって。結婚しましょう。教授になれなくてもいいわ。それで生活が苦しければ私も働くわ。エルゼ、ありがとう。ありがとうエルゼ。うふふふふ。やったね。でも大陸を動かした力は何なのか、その出所は。ベゲナさんは大陸移動説の一番大事な決め手をつかむのにすごく苦しんでいたの。しかし1928年、イギリスのホームズという人が地球にはマントル対流があると発表していたのです。それこそベゲナーさんが解明できなかった大陸を動かすエネルギーだったのですが、誰も結びつけては考えませんでした。これは地球を輪切りにしたものです。地球は外側から地殻、マントル、核という性質の違う3つの部分から成り立っています。ホームズはこの中のマントル、卵で言えば白身の部分に対流が起こってるっていうの。そっか。対流ってつまりビーカーの水を温めるとき起こる水の動きと考えればいいわ。温められた水は膨張して体積が増えると軽くなって上へ上り、水面で左右に分かれるわ。その時冷えて収縮して重くなった水は下がって元の位置に戻ってくるってわけ。これを対流っていうの。つまり大陸がベルトコンベヤと同じようにマントルに乗って運ばれていったと言ってるの。それから40年ほど後の1967年、再び大陸移動説が復活するのよ。これはなんだ？どうしたデビッド？なんだこれは？哺乳類系の爬虫類じゃないかな。まさか。そのまさかだよ。このピーターとデビッドの発見した化石はダビリントドンという両生類の化石だったの。この発見によって E.H. コルバートという古生物学者が南極でリストロサウルスという重要な化石を発見するきっかけになったの。リストロサウルスの化石の発見は南極大陸とアフリカやインドが陸続きであったという仮説を復活させ、こうした共通動植物の化石の発見が大陸移動説を復活させることとなったの。もっとも古磁気学の研究も進んでいて、2つの極移動奇跡が発表されたりして、やっぱり陸地は動いているって考えるようになっていったのよ。1956年、大西洋の中央海嶺発見。こうしてベゲナーさんが唱えた大陸移動説は見事に復活したのよ。ね、みんなわかったかな？驚いた？今でも動いてるの？そうよ、少しずつね。へえ、すごいな。すごい。例えばサンフランシスコだけど、これがサンアンドレアス断層でサンフランシスコの北西部からカリフォルニア湾に続く長さ 1000km もある大断層なの。このサンフランシスコのあたりは大西洋プレートは北西へ向かって動いていて、北米プレートは南東へ向かって動いているの。この断層は今も1年に 2.5 センチぐらいの速さでずれ動いているのよ。100万年も経つと 25km も食い違ってしまうことになるわ。へえ、サンフランシスコだけじゃないのよ。海底の割れ目がアフリカ大陸の内部まで入り込んでいて、やがては2つに分かれてしまうのよ。はあ、それじゃあ今から5000万年後の地球
球の地図を想像してみましょうよ。うん。わあ、オーストラリアがあんなに北へ上がってる。南アメリカだってパナマ運河のところでちょん切れて。ハワイもね、日本へ近づいてるのよ。本当？そうなったら素敵ね。喜んだって無駄だよ。5000万年後の話だぜ。そうよ。その時果たして人類は何をしてるかしら。ところで、ウェゲナーさんだけど。あ、そうだ。あれからどうなったの？ほら、エルゼと結婚するって言ってから。もちろん結婚したわ。でも、1930年11月1日、その日はウェゲナーさんの50回目の誕生日だったんだけど、またグリーンランドの探検隊に参加して、氷河地帯のキャンプから西海岸のカマルマク基地に向かう途中、消息を絶ってしまったの。翌年5月。おーい、見つかったぞ。遺体が発見されたの。そのまま雪の中へ葬られてしまったわ。グリーンランドを愛したウェゲナーさんにはぴったりのお墓ね。今でも陸地は動いてるってわけね。うん。あら、もうこんな時間？いっけねえ、寝坊するぞ。おやすみ。おやすみ、お兄ちゃん。宿題は済んだの？あ、いっけね大昔から人間の夢だったの。みんなも自分の力で空を飛んでみたいと思うでしょ。この次はエンジン付きの飛行機に乗って初めて空を飛んだライト兄弟のお話。空をかける兄弟。ライト兄弟はどうやって飛行機を飛ばすことができたのかな。さあ、この次も私と一緒にミームの世界へゴー！